Kim Alloh taoloning ma'rifatidan va uning kamolidan ulush nasibi olsa, o'zini yonidagi odamlardan oliyroq martabada bo'ladi. Alloh taoloning ism sifatlaridan, Alloh taoloning ma'rifatidan ko'proq nasibi olgan odam boshqalardan ko'ra martabasi balandroq bo'ladi. Astagfirullah. Va ma yulaqqaha illa allazina sabaru va ma yulaqqaha illa zu hazzin azim. Bu narsaga, bu ulush nasibaga faqat sabr toqatli zotlargina erishadilar. Bu narsaga faqat ulug' nasiba egasi erishadi. Demak, hazzun azim, ulug' nasiba deyilyapti. Ana shu nasibadan qancha ko'p bo'lsa, shuncha martabasi ulug' bo'ladi. Vallohu indahu ajrun azim. Alloh taoloning huzurida buyuk ajr bor. Allohni